Assalomu alaykum. Jigar sirrozi bu oxirgi tashxis emas. Jigar sirrozidan 100% qutulish uchun albatta ushbu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Arqarganda urug'ini damlab ichaman. Ha, Agar bunaqa ko'k holida endi buni bu yoqqa ekib qo'ysak ko'karib o'sadi-ku, ha, o'shanisini qaynatib ichiladi. ha. Urug'ini damlab. Ko'pchilikda foydali narsa bo'libdi-da, o'sha odamlarga bunday tarqatsak, hamma Ha, sog'lom bo'lib, ha. yaxshi bo'ladi. Sizga ham foydangiz tegdi. Ha, effekti juda zo'r ekan lekin. Chunki siydik haydaydi, peshob haydaydi-da u. Ha, Kuchli peshob haydar ekan. 200 gram ichsangiz, 100 gram ichsangiz, 200 gram ichsangiz, tez peshob haydash osonlashar ekanda. ha. Lekin men ko'p ichdim, juda suv o'rnida ichaverdim. Ha, yaxshi qilibsiz. Asal-pasal qo'shdingizmi yo o'zini ichdingizmi? Biror narsa? Yo'q. Asal hech narsa qo'shmadim. O'zi menga yoqdi, hidi ham yoqdi, ta'mi ham yoqdi, shunday ichaverdim. Asalni men faqat ertalabki bomdod vaqtida, bomdod o'qishimdan oldin asalni qaynatib sovutilgan iliq suvda 200 gram iliq suvga bir osh qoshiq toza asalni, yantoqli asalni aralashtirardim-da, qo'yib qo'yardim. Bomdod o'qib bo'lganimdan keyin u erib tayyor bo'lib turardi. Keyin ichardim. Undan keyin 2 soatdan keyin nonushta qilardim. Har kuni shunday qildim, lekin umuman o'zimizdan shu 6 oy mobaynida. Ya, natijangiz zo'r bo'libdi, qoyil. Jigaringiz o'zi sog'lom odamniki bilan bir xil bo'libdi-da. Ha, xuddi shunday deb aytishdi menga ham Toshkentda. Hamma joyga deb, bitta Toshkent emas, hamma joyga, ko'p joyga o'zi qildirganman. Yo'q, natija yaxshi chiqdi. Natijaga ta'sir qilmadimi arpa bacham? Yo'q. Hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q bu narsa. Ha, yaxshi, zo'r. Siz Vohadan qayerdansiz? Samarqanddanman. Ha, zo'r. Sayohatga borsak ko'rishamiz, xudo xolasa. Samarqandga kelasizlarmi? Ha, bir yozlarda xudo xolasa boramiz. Ha, Samarqand tayyorlig'idanmiz. Bo'ldi. Ha. Ovqatlanish qanaqa bo'lyapti sizda hozir? Ovqatlanish har doimgidek, faqat lekin me'yorida to'yib ovqat yemayman. Keyin xamirli ovqatlar juda kam miqdorda yeyman. Yog'li ovqatlarni faqat semishka yog'ida yeyman ovqatni, zaytun yog'ida. Salatlarga men mayonez o'rniga o'ksus, mayonez ishlatmayman, zaytun yog'i ishlataman. Zo'r qilarkansiz. Shunaqa tartibda ketsa hamma tuzaladi deb o'ylayman. Tabiiy bo'libsiz-da o'zi, yaxshi. Ha, haqiqatan. Boshida o'tkazgandan keyin odam birinchi 10 kunlikda tushkunlikka tushdim. Shu virus aniqlangandan keyin hali meni bolalarim yoshda. Bitta kelin tushirganman, 2 nevaram bor, lekin qizlarim hali kattasi endi bu yil 1-kurs bitirdi Inyazda. Ikkinchisi endi topshiradi 2 yildan keyin, hali 10-sinfga o'tdi. Juda baxtli ekansiz. Inyazda o'qiyotgan bo'lsa, bittasini uylab bo'lgan bo'lsangiz zo'r. 28 fevraldan 8 ga tushyapsiz. Haqiqatan ham shunaqangi boya fevralkani ko'rib, emirtelarim u yoqda storiyamda qolib ketganda Toshkentda, bo'lmasa emirtelarim ham kechasi bir juda yaxshi chiqdi. Qorinda shish, suv to'planish bo'lmagan-a? Yo'q. Umuman boshida ham bo'lmagan menda bu narsa. Ko'ngil aynishi? Yo'q, ko'ngil aynishi bo'lmagan, qichima toshish ham bo'lmagan. Yaxshi. Zo'r ekan, organizmingiz yaxshi ekan. Lekin boya shu arpa baryon ichish mobaynida tavsiya qilingizlar. Boyagi nima qizilcha bor-ku, qizillarga. Shuni ham muntazam tabiga tortgancha iste'mol qilsinlar. Qon tushib ketmasligi kerak-da. Gemoglobin. Qizilchani. Qizilchani o'zi shuni yaxshi ko'tarib berar ekan, lekin. Yana nimalar qoldingiz shunaqa tabiiy? Mayizni bor-ku, har kuni sanab 7 tadan boshladim-da. 7 ta mayizni kechqurun yaxshilab yuvardimdagina, bir qaynatardim-da.
Aha. Keyin o'sha qaynatilgan suvi bilan anaqa qilardim, tushib qo'yardim. Keyin ertalab uni ham masalan asalni ichib bo'lib nonushta qilaman-ku soat. Ha. O'sha bilan o'shani ustiga ozgina qaynoq suv qo'shardim. Ichidan oz non yerdim. Non bilan o'sha mayiz yerdim. Tvorog yerdim. Keyin bugun 7 ta yegan bo'lsam, mayiz ertaga 8 ta qilardim. Ha. Keyinga 9 ta, keyinga 10 ta. Shunaqa qilib 15 taga olib bordim. Keyin yana 15 tadan keyin 14 taga, 13 taga, 12 taga ana shunaqa qilib tushirdim orqaga-da. Ha. 7 taga tushirdim. Ana shunaqa bo'ldi. Shunaqa davoladim. Keyin qovoq. Eng asosan kichkina qovoqcha bo'ladi. Ha. Ana shuni sok qilib muntazam bir kun qizil sabzini sok sharbatini ichsam, bir kun boya qovoq sharbatini ichdim, oshqovoqni. Ha. Keyin o'shani ham eng arzon narsa o'zi qovoq-ku. Ha. Lekin men shu 500 ming so'mga qovoq sotib oldim. Ha. Yarim tonna keladi. Ha, haqiqatan to'g'ri gap. O'shani muntazam ichdimda. O'shani ham ovqatim hisobiga kirgizdirdim, lekin umuman 6 oy mobaynida somsa yemadim, pirashki yemadim, yog'da pishirib qovurilgan. Keyin anaqa xamirli ovqatlar yemadim-da. 6 oy o'tdimi, mana 7-oyga o'tyapman. Endi kam qo'shyapman. Yaxshi, zo'r. Nonni ham kamaytirib tashlabsiz-da? Nonni kamaytirib tashlaganman, chunki non hazm bo'lish jarayoni qiyin deb o'yladim-da. O'zim kemirib ketmaslik kerak, asosan jigarda yog' to'planib qolmaslik kerak-da. Shuning uchun nima qildim-da, non olib tashay dedim-da. Iloji boricha qilaydi. 6 oy. Meni 6 oy oldingi vaznim 85 kilo edi. Hozirchi? Hozir 70 kilo. Zo'r, vobshe zo'r. Chiroyli formaga qaytib qolibsiz-da, yosharib. Ha, xuddi shunday. Shu o'sha vazndan oshib 70 dan ko'tarilib qo'ymaslikka harakat qilaman-da. Zo'r bo'pti. Ammo dori yaxshi. Virsologiyada akangiz borligi ancha yaxshi yordam beribdi bizga. Shu virsologiyada akam borligi shunday yordam berdi. Haqiqatan ham dorilarni oldim. 6 oylik dorini ichdim. To'xtatmasiga ichdim 6 oylik dorini. Qo'shimcha nima ichdingiz? Essensial ichdingizmi, liverimmi? O'sha vaqt hech narsa ichmadim. Faqat virus dorisini o'zini ichdingiz-a? Faqat virus dorisini o'zini ichdimdagina, keyin boyagi sharbatlarni ichaverdim. Arpa badiyonni, qizilchani, sabzini, qovoqni. Bir kun qizilcha, bir kun qovoq, bir kun nimani, sabzini. Keyin lekin arpa badiyonni suv o'rnida ichdim. Zo'r qilibsiz. Endi mana qangi masalan virusologiyada yotgan bo'lsam, virusologiyada 2 marta yotdim. 2 martada 10 kundan u yoqda kapelnisalar bilan davoladi-ku. O'sha olgan ukollarim o'sha bo'ldi. Keyin kechagi safar oxirgi marta oxirgi marta Toshkentga borganimdagi nimalar tashladim sizga? Ko'rdim. O'shalarni olib tugatdim. Zo'r, yaxshi. Mana o'nto'larimda og'irlik bo'lar edi. Keyin qandaydir anaqa bo'lardim. Jig'ildonim qaynayapti desam, jig'ildonim ham qaynaganday, bu martdan boshqacha ta'm kelardi-da. Shunday bezovta bo'lardim. Ovqat yeganimdan keyin 1,5 soatlar oldinlar. 6 oy oldinda. Shu narsalar yo'q bo'lib ketdi. Betam bo'lardi og'izlarim, shu narsalar vobshe yo'q bo'lib ketdi. Zo'r bo'pti. O'zi bu narsa nimadan yo'q bo'ldi, qarang. Shu arpa badiyonni ichdim-ku. Arpa badiyonni ichib boshlaganimdan keyin 15 kundan keyin o'sha og'zimga nima yesam betam bo'lmay qoldi umuman. Yaxshi effekt beribdi-da, tez beribdi samarasi. Tez berdi. Juda tez berdi. O'sha men o'zimda onamning gepatitisi bilan og'irgan dedim, yosh davrda 35 yoshida shu arpa badiyon juda yaxshi effekt beradi, shuni ichaver deb tavsiya qildi-da.
keyin hozir 87 yoshga kiryaptilar, lekin Umrlar juda uzoq. yaxshi, xudoga shukur. Ha. Yengib o'tsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi odamni irodasiga, sabr qanoatiga, hamma narsa o'ziga bog'liq. Avvalo shifo Allohdan. Haqiqatda. Ha. Shu Rahmat sizga ham vaqtingizni ajratib qolganingiz uchun. Xursand bo'ldim. bemalol. Ishlaringizga omad, Xo'p, xo'p. hech kim kasal bo'lmasin. Aytganingiz. Xo'p, O'zingiz ehtiyot qiling. mayli. Shu nomerdan telefon qilaverasizlar bo'lmasa. Xo'p, mayli. Xo'p, sog' bo'ling.